Ne oldu? Kan abi kan. Kim yok dedi şunu aytsan ya. Yok o 4 milyon Kinga sovg'a. Bir dana duxovkasi, bir dana avtomat shibobrasi. Avtomat shibobrasi, mutuna. Mut. Bir dana sifat yaxshisidan plisosi, parovoy dazmoli, undan tashqari bir dana sifat yaxshisidan termoxoti, Vesta tabasi, chopperi, oyaqi, sushilkasi, gladiniy doskasi. Agar bu variantlar uyda bodidon bo'lsanglar, bir dana televizori, bir dana sifat yaxshisidan maxsus sovg'asi, tapa Vestasi. Agar bu narsa bilan bodidon bo'lsangiz, bir dana gaz plitasi. Gaz plita sharti bo'ladi buni. Sharti bizdan kelib turib, bir dana avtomat kir mashina xarid etasizlar, yonida sovg'asidan mutlaqo tekin. Avtomat kir mashina ham bir 10 million baht chiqar shunda. Boshlanish bahasi 3,5 million so'mdan boshlanadi. 3 million 500 ming so'm. 3 million 500 dan boshlanadi. 7,5 million bo'ladi. 3 million 500 ku. İçində sovg'a bo'ladi. Tekinga, mutuna, hammasi. Hammasi. No, u kolonki bular. Konsert bo'lyapti. Assalomu alaykum, yangi 4 kun. Bugun xudo xolosa yana ko'pchilik so'ragan Diller 300 magazinga yetib keldik. Do'stlar, hali bunaqasi bo'lmagan qaranglar. Adres so'rovlar uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 kun tumani Buyum bozor, bozorning qoq markazida sekin bo'ladi. Qo'sha darvoza, do'stlar, Qo'sha darvozadan shunday kirganingizda X-Mobile nomer 1 dan keyin Diller 300 magazin. Do'stlar, bir haftalik aksiyamiz, do'stlar, yangilikni zo'r xudo xolosa. Agarda kanalda yangi bo'lsanglar, podpiska bosishni unutmang. Inshaalloh sizlar shuni manfaatchilarni qo'shib davom etamiz. Qaranglar do'stlar, bir hafta davomida aksiyani, skidkani, zo'rlari faqatgina Diller 300 magazinda kuzatib turing. Assalomu alaykum. Yangi 4 kilo obunachilar hamda Diller 300 mijozlari. Xudo xohlasa bugun Asadbekning kanali uchun, yangi 4 kilo kanali uchun bomba, super tegirmadan qo'yib beramiz. Birinchidan Diller 300 dan yangilikni zo'rlarini ko'rsatsam bugun va'da berdim. Do'stim qara. Misli ko'rinmagan, vapshi bo'lmagan aksiyani skidkan Diller 300 obunachilar uchun qo'yib beramiz. To'g'rimi? Yangi 4 kilo obunachilar uchun ham. Gap bo'lishi mumkin emas. Birinchi navdan boshlaymiz. Hozir ko'pchilik Xadoy bo'lib turgan, olib turgan, to'ylarga kerak bo'lib turgan kirmashlardan boshlasak. Avtomat kirmashlar. Avtomat kirmashlar. Bu avtomat kirmashlardan boshlaymiz. Asadbek Immer brendi 5 kiloluk bo'ladi. Oldin bahasi 3 million 500 ming so'm sotilgan. Hozir 3 million so'mga chiqib avtomati. Avtomati. 3 million so'm. 3 million so'm. Pol avtomat emas. Yo'q, pol avtomat, avtomat. Zifler brendi 6 kiloluk. Xo'p. Barabollari keng ishlangan, sifati yaxshi model. Bahasini 3 million 800 ming so'm bo'lgan, 3,5 million so'mga tushirgan. 3,5 million so'm. 3,5 million. Ziflerniki. Atasi kirmashlar. Endi sifati yaxshi. Rulus brendi bor, 7 kiloluk bo'ladi. DC inverter. Undan tashqari atiski baraboni bor. Motoruna 10 yil garantiya berilgan. Motoruna 10 yil. 10 yil. Qara, sen obunachilaring uchun oldin bahasi 4 million 800 ming so'm bor. Xo'p. Hozirda 4 million so'mga tushirganmiz narsani. 4 million so'm. 4 million so'm. 7 kiloluk. 7 kiloluk. Qo'y. Kiyimlarni ham solib qo'yibdilar yana ichiga. Ko'rsinlar-da va. Endi 7 kiloluk. Endi xohlagan bir bizadan kelib turib inverter motordagi avtomat kir mashinani xarid etadi. Yonida qara, sovg'asini. Xo'p. Bir dana qara. 32 litrlik duxovkasi, bir dana duxovkasi, avtomat shivobrasi, avtomati ha, prostoy. Prostoy emas. Mashallah. Sifat zo'rna. Monix plisosi 1400 oborotli. Sifati yaxshi. Ha. Undan tashqari parovoy dazmoli. Dazmol. Ikki parovoyniki, rushnoyda qo'lda ishlanadi oddiy emas. Termoxoti. Termoxot. Xo'p. Vesta tapasi sifati zo'rindan. Vestanikidan. Chopperi. Chopper. Undan tashqari barabnani avtomat kirmashinani oyaqi. Oyoqna qo'yadi. Eng kerakli narsa. Meni bo'yim 1.87, podarkini ko'rib tursiz endi. Mashallah. Undan tashqari seni kanaling aytib kelsa, Asadbek kanalidan ko'rib qoldim desa, bir dana sifat yaxshisidan sushilkasi. Sushilkisi ina, do'stlar. Asadbek seni ko'rib keldim deydi bo'lsa, bir dana gladiniy doskasi ichida bo'ladi. Endi qara, hisob kitob etib ko'r. Geldi bizden. Premierini 4 milyon so'mga xarid etdi. 4 milyon so'm. 4 milyon so'm. Kalkulatorni olib ber. Ina. Qani ko'rik qani. Qara. 4 milyon so'mga kir mashinani xarid etdi. Bo'ldi, buni o'chir. Buni o'chir. Ko'ramiz hozir. Do'stlar, prямо ketib turgan videoda ko'ramiz hozir. Bir chetdan sen narsalarni senani hisobla. 4 milyon so'm kir mashining bor. Buni deb hisoblab turibmiz, qara. Sababi variant yo'q-ku. Bu yerdagi umumiy miqdorni, podarka narxini tekshirib aytamiz, realniy bahosini aytamiz. Realniy bahosini ayt.
3,5 milyon so'm. 3,5 milyon so'm. Bu degan avtomat kir mashinasi 500 ming so'mga tushib qoladi. 500 ming so'm. Ha, 500 ming so'mga tushib qolgan holatida yanında sovg'asi bilan oladigan bo'lsa 4 milyon so'm beradi. Yanında ish sovg'alarini qo'shib beramiz. 3,5 milyon so'mlik Hozir avtomat kir mashin. Qara. Buni 4 milyona tushirib qo'yibsan. Men sog'a 3,5 deding. Lekin bu yerda 3 milyonlik kir mashining bor-ku. Endi xalq uchun u. Shunda hozir bu kir mashinasi Bu kir mashinasi 3 milyonlik nasin, 3,5 milyonlik nasin, xohlaga 4 milyonlik nasin. Endi 3 milyondan boshlanadi, 7,5 milyongacha bo'ladi avtomat kir mashinlarimiz. Hozir shunda ish kir mashinlar mut tushib turibdi, to'g'rimi? Bu kompaniya 7 kilolikniki motorning 10 yil garantiyasi 500 ming so'm bo'lib turibdi. 500 ming so'm. Qo'y. Endi qara. Gapga javob berasan, Masatbek. Gapga javob, xudo xolasa keladi o'zim. Kanalda dillar uchun ko'p chiqqan, lekin sen o'zing birinchi marta chiqishing. Birinchi marta, xudo xolasa bu sen bilan yangi 4 yilda ishlashimiz. Qara, Asadbek, bu podarkalarning uyingda bor edi-ku, bir variant. Variant ham bor. Ha, variant ham bor. Xolasa 3,5 million so'mlik bir dana televizori. 3,5 millionlik televizor. Ava. Endi yana aytgandek, sening kanalingdan keladigan bo'lsa bir dana sushil ketadi. Asadbek seni ko'rib keldim deydigan bo'lsa, bir dana Gladini do'st keladi. Endi bunda qara, sening kanalingdan keladigan bo'lsa, bir dana sifat yaxshisinni Vesta topasi. Asadbek seni ko'rib keldim, like bosdim, kommentariy yozdim deydigan bo'lsa, bir dana maxsus sovg'asi televizorning yanında. Ana. Endi qara, bu variantim ham, uyimda televizorim bor deydigan bo'lsa, endi ko'plar toza xo'jalik chiqadi, bo'lak chiqadi, yo bo'lmasa qizning sepini gaz plita kerak. Yana variant bor. Ha, variant. Yana bir variant. Gaz plitadan ham qara, sifati yaxshi, usti cho'yin bo'lgan, usti nerjaviga turbo komfortkali. Qara, spichkasi bor, ustidan pasam gaz turi. Qara, bu gazimizni narxi 3,5 million so'm. Bizda sotilib turgan bahasi. 3 milyon 500 ming so'm. Ha, 3 milyon 500 ming so'm. Xolasa 4 milyon so'm avtomat kir mashinini olsin. Yanında 3,5 milyon so'mlik sovg'asi. Hem kir mashin hozir 4 milyonning ichida, hem kir mashin, hem gaz plita içinde. Mutlaka tekin. Sen hozir 500 rostdan realni galasizlar foydalaninglar. Endi Asadbek nishat o'ylab qarasam, matematika tarafdan o'ylasam, ona tili adabiyot tarafdan o'ylasam, hozir bu doğruya minut dağı içisi. Endi xudo xolasa obunachilarimiz uchun 4 milyon so'm beramiz. Lekin qara, Asadbek shuni aytib o'tib kedik. Bor, Asadbek qara. Buna qarang, obunachilar, bulamadi Asadbek, men olmadim Asadbek. Qarang, guruh aytib aytganingizda 7 kilolik avtomat kir mashinangiz ham 2 milyona, hem dese 2 milyona gaz plita. Bundan tashqari qara, keladi bizdan konsultatsiya so'raydi mijozlarimiz. Superasok saylamaydi on. Sifati yaxshi, masalan, past-balandlikda ishlaydi on. Bizdan kelib konsultatsiya so'rasa, biz qo'ldan kelgancha yaxshi narsani tavsiya etamiz. Bu degani 4 million so'm olsam shu narsa, 3,5 million olsam shu narsa. Lekin birovlar aytadi, biza keldikdan dedi, qimmatroq kir mashinasi dedi, qimmatroq podarkini ko'proq aytib berasizlar. Yo'q, unday emas. Sababi sizga sifatini pul to'lab tursizlar. Masalan, TCL brendi bor, 8 kiloluk. Buni bahası 5 milyon 500 ming so'm. Narxi. 5 milyon 500 ham shu narsalar qo'shib beriladi. Shu narsaning ichida. Shu narsalar. Xolasa, endi bu turgan podarkalari, xohlasa televizor, xohlasa gaz plitasi mutlaqo tekin bo'ladi. Xarid etadi desam. Sifatini pul to'laydi. Ha, sifatini pul to'laydi. Avtomat kir mashinlarimiz ham Vibur ko'p Asadbek. 6 kilodan 12 kilogacha Viburlar bo'ladi. 6 kilodan 12 kilogacha viburlar bo'ladi. Endi ko'rganingdek beri az sig'ancha taxlab ko'pmiz, lekin aytgan brendini arzon narxda taxlab qolamiz. Xohlam brend. Xolasa masalan LG deyishi mumkin, Samsung deyishi mumkin. Qo'ldan kelganda bu brend bo'lsa top beramiz. Bu brend bo'lsa top beramiz. Sotuvda bo'lsa bo'ldi. Endi qara, gaz plitalarga keladigan bo'lsak, adash, inabida birinchi navbatda baholarini chegirma ishlaganmiz. Chegirma ishlagan holatda narxini tushirib turib, yine yanında qo'shimcha sovg'alarni ham qo'shib beraman. Sovg'asam hem narxini tushirdik. Hem narxini tushirdik. Podarkisi. Hem podarkisi. Oldin, qara, Ferre kompaniyaniki, bom sifati yaxshi. Oldin 2 milyon 500 ming so'm sotilgan. 2 milyon 500 ming so'm. Hozir chegirmada 2 milyon so'm. Saparam 2,5 milyon qo'ymadik maxsus videoda. 2,5 milyona qo'yildi. Hozir 2 milyon so'm tushirganmiz. 5 milyon so'm chegirma. Ferre kompaniyaniki. Ferre kompaniyaniki. Maşallah. Bundan tashqari, inabida sifati yaxshi, kачествоsi zo'r, ideal firmaniki.
İşləşləri hər tərəfləmə yaxşı. Hop. Bunu baxası 2 milyon 800 min som var. Sən abunəçilərin üçün 2 milyon 200 min som ətib bərəmə. 2 milyon 200 min. 2 milyon 200 min som. İndi ideal firmanın üstü şişəli turu boladı. Üstü şişəli turu. Şişəlisi. Bunlar şişəsi. Baxası 3 milyon som boğan. Hazır Tigirmədə gəlib durub 2,5 milyon somdan xarid etsə boladı. 2,5 milyon som. Hazır şişəli xilisi. Kəttəsi. Kəttəsi. İndi qızıq yerin yerində deyən bolsa, haqlan bir. Xalasa 2 milyon alsın, xala 2 milyon 200 alsın, xala 2,5 milyon alsın. Kara üstündə variant etib bərəm. Əgər mənim üyümdə mebelim yox deyən bolsa, piramida. Piramidanınki. Vitiskəsi. Əgər Gasprizdə üstünə. Əgər üyümdə videom videomda üzür adaşıb getdik. Əgər üyümdə mebelim ba deyən bolsa, mebelni, vitiskəsi içində boladı. Skromnidir adam kilosu. Mən mebelini kurdurup, vitiskəsini kurdurup bu adam gaz plitə indi özünü əpkiləməmə deyərlər üçün halası yenə bir variant var. Variantam var. 13 personlu bıçaq naboru, Hop. tapa vestası, Kəttəsi. kəttəsi. Az göz turanlamışım. Şundan şu. Rəsm kəttə. Tapa vestası. 3 dənə kastrol naboru. Nabor 3 Nabor dəsi. 3 dənə. Bir dənə xuştek çaynik. Xuştek çaynik. Xuştek çaynik. Xalasa, xalasa bulan, hə? Hava 4 gözlü 1, qazlar. 2, 3, 4, 5, 6 nərs xalasan 6 nərs alma, xalasana bir dənə viski alıb gedir. Haqlasa qara indi. Gaz plitalarımızı azı sən bilən gaz plitanın viburu paşti 30 xil viburu badan bir də. 30 xil vibur. 30 xil viburunu az bir abzor açışın ilacı yox özün biləsən. Video köpək gedədi. Şunun üçün qara 2 milyon somdan başlanadı gaz plitamız 4 milyon açaq oladı. Hər xil duru bu. Yine bir də Ario brendi var, Shivaki brendi var, Platinum brendi var, Elita brendi var. Kolda gəlgəncə vibur köp. Gələ verəsilər. Xulaxaza kanı indi trezorlara yengilik var mı? Trezorlarda yengilik köp. Birinci 32'lik trezordan Oldu. başlayıq. Kiçinəsindən başlayıb ucu kəttəsinə göstərəm xulaxaza dostlar. 32'lik trezorlarımız, başlanış baxaları, internetdə girədən variantları, özü aldın satılğan qara. 1 milyon 500 min som satılğan, 1 milyon 500 min som, 1 milyon 800 min som satılğan. 32 Ava, karoçı aytadan bolsaq, özü 32'lik trezorlarımız 1 milyon 200 min somdan başlanadı. İnternetdə girədə ollar. 1 milyon 200 mindən 2 milyon 200 ədim boladı. Vibur. Xuda xalada koldan gələn assortiment yayıb qoyubuz. Bundan ham hələ sığmay durğan modellər ham köp. Halayanca koldan gələn assortiment köp, gəlib durub bizlərdən konsultasiya sorasanlar sizlərə sifət yaxşısını rava görəmiz. İndi 32'lik trezorun padarkasına gələn bolsaq, elə bir də sifət yaxşısından qara 1 milyon 200 min soma trezorunu aldı, smart trezorunu. Yanında 1 milyon somluq kalonkası. 1 milyon somluq kalonkası. Kalonkan prostoy kalonka emas. Həmməsi mi? 3 dənə. Bir anda idişi nəsib oladı, subwoofer, etdiyin yerə keysən boladı bir anda. Hazır kalonki, yine sana yengilik, heç kim koymağan nərsə dostlar. 32'lik trezora ali heç kimin yaksa 4 dana şunda, doğru? 4 dənə. 4 dana kalonki. Bunlar maşına koyup koysa bulan? Maşına qoysan boladı. Farkı. İşlədi bərabər. Maşallah. İndi 43'lik trezorlarımıza gələn bolsaq, 43'lik trezorlarımızın başlanış narxı 2 milyon 200 min somdan başlanadı. 2 milyon 200 2 milyon 200 min somdan Elita firmanınki. Keyin bir an tərəfdə Sava brendi boladı. Sava brendi 2 milyon 800 min som. Keyin Mega brendləri boladı, Monix brendi boladı. Monixam baxasın düşürgənimiz aldın 3 milyon 300 min somdan satqanımız hazırda Tigirmədə gəlib durub 2 milyon 800'ə xarid etsə boladı. 2 milyon 800. Ava. İndi 2 milyon 200'dən başlanadı. O Monixam mərkəzi köp buladı. Bizə deyə mərkəzi sifət yaxşıraq modeli. İndi 43'lüyümdə televizorunu xarid edən olmasa yanında savğasına bir dənə kəttə kalonkası. Kəttəsindən? Hə, kəttəsindən. Bir dənə ya görgən Vesta tabandan. Maşallah. 37 litrli mant kazanı. Ana, mantı sezon geldi kakras. Kamenli peçi. Kamenli peçi. Geçen bana ana. Kışkı Çok beri. Kışta bir anda halkın olan haldayken. Halkın olan halda. Çok beri. Çok beri yine. Maşinkası. Maşinke. Bundan taşkarıb bir dənə crunch deyəni. Crunch deyən şunun içində. İndi görüb dursan savğanı məni boyumdan kətdə. Ay tamam ku. İndi kolonkisi, həmmə nərsəs kətdə meydə nərsə məzəkən. Sifət zor. İndi Qara Əsədbek 32'lik savğasını aytdıq, 43'likni aytdıq. İndi Qara 55, 65, 75, 85 düyümdağı trezorlardan gəlib durub bizədən xarid edən bolsa, birinci narx qızıq adamlar var. Musafirdə görədi, gəlib durub görüşün ilacı yox. Birinci narx qızıq həmməgə. Qara 30 50 düyümlük, biri 30 boğan, Royson firmanınki aldın 4 milyon som bağın baxası.
hozirda 3,5 million so'mga xarid etsa bo'ladi. 3 milyon 500 3 million 500 ming so'mga katta televizor. Maşallah. Endi ViberCube 3,5 million so'mdan keyin Skyward firmaniki bor. 4 million 400 ming so'm. Mega degan turi bor. ViberCube endi 55liklarga keladigan bo'lsak, 55liklarimiz narxi 4 million so'mdan boshlanadi. 4 million so'mdan 6,5 millioncha modellari bo'ladi har xil. Tsel brendi bor, Konik brendi bor, Rosso brendi bor, Mega brendi bor, Shivaki brendi bor. Har xil bo'ladi. Endi tushuntirajaqim, 3,5 million so'mlik televizorimiz 3 milyon 500 ming 3 so'm. milyon 500 ming so'm. 50 dyumlik televizorimiz 4 million so'mdan boshlanadi. 4 million so'mdan. Endi buni sovg'asini, ina bu sovg'ani qo'shib beramiz desak, uyat bo'ladi. Sababi uyat bo'ladi. Dillar uchida yarashmaydi. Endi Gasatbek buni ham sovg'asini bomba etib beramiz, qara. Hop. Endi televizorning kattasini oldik-ku. Hop. Kolonkaning ham kattasini qo'shib beramiz. Katta kolonka bozorda. Hozir sen kattadan eshittir. boshli kolongani ko'ring, do'stlar, qaranglar. 32 düym televizorning kolonkasi. Bergi 43 likmadi? 43 likniki o. Bu 43 likniki. Inoba esa 50 düym deydi. 50 dyumdalikni kolonkasi bozorda sotilib turgan narxi 1 million so'm sotilib turibdi. Bozorda sotilib turgan narxi. Endi qara, Esatbek, bu yerdan boshlaymiz. Inoba bir dana duxovkasini bersak, sovg'asini. Duxovkasi, kamenni pechini bersak. Kamenni pechni qaranglar, do'stlar, pecham o'sam bu pakaza bo'lmaydi, issiq chiqaradi bu. Bir dana sifati yaxshisidan kolonkasini bersak. Kolonkasi. Tapa vestasini bersak. Hop. Plisosini bersak. Plisos ham. Montkazandan bersak, chopperdan bersak, mashinkasidan bersak. Mashinkasi ham. 50, 55, 65. Kranşteyn bermisanmi arkasini indirmek? Getdina Kranşteyn ham Kranşteyn ham ketdi. Kranşteyn ham ketdi. Hamma sovg'asi mutlaqo bepul bo'ladi. Xola 3,5 millionlikni olsin. Xola 4 millionlikni olsin. Muaqara grubi pul necha so'm shu? Endi bu narsalarim bodidon bo'lsa, endi bu narsani narxi yo'q. Sababi sovg'a obunachilarimiz uchun. Agar unnatib hisoblaydigan bo'lsak, u kalkulyatorga to'g'ri gamik oladi har taraflama. Televizor mut tushadi. Televizor mut tushadi. Endi bir qator xolodilniklarni ham tushuntirik. Xolodilniklar ham bor. Xudo xolasa do'stlar, yangilikni zo'r ko'rib turibsizlar. Hali bunaqasi bo'lmadi. Qaranglar, shuncha sovg'a. Qara, Esatbek, bizdan hozirda kelib turib, istalgan birdagi birinchi kichkinadan boshlaymiz, kattadan boshlaymiz. Kichkinadan boshlaymiz. Kichkinadan boshlaymiz. Kelsa, birinchi, aytganimdek hammaga narx qiziq. Narxlari oldin sotilgan bahasi Royson firmaniki 3 million 800 ming so'm bo'lgan. Hop. Sen obunachilaring uchun 1 million so'm chegirma aytaman. Bahasini 2 million 800 ming so'm aytib 2 beraman. milyon 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm. Zifler brendi, bu Miroy brend, bilasan. Hop. Oldin bahasi 3 million 500 ming so'm bo'lgan. Sen obunachilaring uchun akanchadilni bahasi 2 million 700 ming so'm aytib beraman. 2 milyon 700. 2 million 700 ming so'm. Premier brendi, sifati yaxshi, kaptallari ekokoja bo'lgan. Общий hajmi, morozilnik tarafi 41 litr, xolodilnik tarafi 170 litr bo'ladi. Bir xo'jalikka polni bo'ladi. Bahasi oldin sotilgan bahasi 3 million 900 ming so'm, 1 million so'm chegirma ishlab beraman, 2 million 900 ming so'm aytib beraman. 2 milyon 900 ming so'm. Premier brendi. Endi bunga kichkina xolodilniklari sovg'a yo'qmi deysan, to'g'rimi? Sovg'am bormi? Sovg'asini aytib beramiz. Qara, o'zi skitchatdik narxini. Qara. Bir dana bozorda sotilib turgan bahasi 1,5 million so'm sotilib turgan. Bir dana pol avtomat 7,5 kilolik. İçində bo'ladi. Do'stlar. O'zi yapiladi ondan o'xshaydi, sifati yaxshi, katsasi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, keldi bizadan 2 million qara, ina bedayna. Premierni misol aytib ko'rsak, 2 million 900 ming so'mga xarid etdi. 2 million 900 ga xarid etdan 1,5 million so'm sotilib turgan sovg'asini ega bo'ldi. Endi o'zing ko'rib tursan. 1,5 milyonlik kir mashin. Endi qara, katta xolodilniklarga e'tibor beradigan bo'lsak, katta xolodilniklar oldin sotilgan bahasi Shivaki brendi. Sotilgan bahasi 5 million 800 ming so'm. Shivaki brendi. 5 million 800 ming so'm bo'lgan. Buni sen obunachilaring uchun 500 ming so'm skidkasi turib 5 million 300 ming so'm aytib beraman. 5 million 300 ming so'm. 5 million 300 ming so'm. Endi qara, Brusa brendi bor, Pozis brendi bor. Brusa brendini sen obunachilaring uchun narxini akanchatilni bahasi 5 million 500 ming so'm aytib beraman. 5 million 500. 5 million 500 ming so'm. Keyin e'tibor bersak, endi bular Mofrost tezimida ishidon xolodilnikda bo'ladi. Endi ko'plari Nofrost kerak. Nofrostdan arzonroq turi kerak. Ina bu yerda Ferrari brendi bor. Qara, Nofrost bo'ladi, uflab sovutadigan konditsioner. Uflab sovutadi. Sifati yaxshi. Bahasi, oldin bahasi
7 milyon 600 ming so'm Boyunga bo'lgan. o'tirsalar do'stlar. 7 milyon 600 ming so'm bor. Sen obunachilaring uchun bahosini skidka narxida 6 milyon 600 ming so'm aytib beraman. 6 milyon 600. 6 milyon 600 ming so'm no frost bo'lgan Davay holat. mashina sal, hayda. 6 milyon 600 bu 6 milyon 600 ming so'm Endi do'stlar, qara. qaranglar. Bu 2 metrdan baland buni bo'yi. Endi qara, endi qiziq yeri endi bu yonida bo'ladi. Sababi sizlar 5 milliondan depada xolodilnik xarid etadigan bo'lsanglar, Hop. yonida sovg'asiga e'tibor ber. Qara. Sovg'asan bormi hali? Sovg'asini aytib beramiz. Birinchi navbatda narx skidga tushirilgan holatda. Qara. Ferre kompaniyaniki, Ferre kompaniyaniki. bir dana gaz plitasini qo'shib beraman. Faqat gaz plitani o'zi to'g'risi kam bo'ldi, ha. Bor ina. Sal kam bo'ldi. Dillari chiz o'xshaydi. Ishida qara, yonimda turgan ina pul avtomat ham O ikkisi. bormi? Ikkisi ham. Ya bumi, ya bumi? İkisini ham qo'shib beramiz. Gapga javob. Gapga javob. Asadbek ikkisi ham deb tursan lekin. İkisini ham. Variant deb turan yo'q. Yo'q, variant emas. İkisini ham qo'shib beramiz. 5 milyon nairadan 5 katta milyon xodimdan olsin. Buni ham qo'shib ber, buni ham. Buni ham qo'shib beramiz Hop. ikkisini ham. Gapga javob. Endi uni ham hisoblab beramiz, Asadbek. Hop. Bedayna 5 milyon 300 ming so'mga xarid etdi. Aha. 5 milyon 300 ming so'm. Hop. Yanında bir dana pol avtomati, bir dana gaz plitasi. Gaz plitami. Xolodilnikni bahosini o'zi kommentariyaga yozsinlar chizoba chiqib Maşallah. Ha, xodimlik son tushib qoldi. Shuni hisoblab ko'rayinda. Endi 2,5 millionlik gaz plita, 1,5 millionlik kir mashina. kir mashina. Hisoblab ko'ringlar. Shunda xodim sizlarning necha so'mga tushdi. Konditsionerlarga kelsak, konditsionerlarimiz boshlanish narxi 4,5 million so'mdan boshlanadi. 4 milyon 500 ming so'm. Iloji boricha bizdan kelib turib konsultatsiya so'rasanglar, sizlarning sharoitingizga to'g'ri keladigan, kvadrat metringizga aytadigan bo'lsa, nechalik razmeri to'g'ri kelishini, masalan bir donish aytadi, sen razmering uyingga kvadrat 70 kvadrat desa dedi, 12lik ko'r dedi. Lekin aslında 12'liki doğru gelmeydiğin variantlar ham bor. Hop. Ha sen onu kimden so'rading, kimni sana deydi desa, men doim aytdi, ukam aytdi deydi. Lekin birinchi garantiyan qo'yib beradigan, dukanchi bo'ladi. Shuning uchun ahamiyat beringlar, kelib turib birinchi navbatda, endi to'g'risi o'zim ham narsa olsam, birinchi dukanchidan so'rayman konsultatsiya. Sababi shu narsani ichida yurgandan keyin biladi yaxshi narsani. Konditsionerni baholar qara, 4,5 million so'm. Artel firmaniki. Artel chillasi. Zifler sifati yaxshi. Yo, chillasi o'zi. O'zi. Zifler sotlangan narxi oldin 4 milyon 800 ming so'm bor. Hozir bahosidan buni ham 4,5 million so'mga tushirib beraman. Ziflerni 4,5 million so'm. Yetdi. Ario brendi bahosi 5 milyon 800 ming so'm bo'lgan. Sen obunachilaring uchun 5 milyon 200 ming so'mga tushirib beraman. Endi qara. Buni qiziq yeri nerenda deydigan bo'lsang, qiziq yeri sovg'asida bo'ladi. Premierni qara. 5 milyon 200 ming so'm Ario brendi telli konditsionerni xarid etdi. Yonida sovg'asini qara. Bir dana 32lik televizori. Televizori. Hop. Bir dana duxovkasi. Duxovkami shuning uchun? Ha, duxovka. Hop. Bir dana pilisos yanında. Pilisos. Keyin qara. Premier brendinden bir dana mikrovolnovkasi. Bozordagi narxini biladi odamlar. Sifati zo'r, razmarozli funksiyalari bor. Boshqa mikrovolnovkadan ajralib turgan tarafi qara. 10 yil motorning garantiyasi bor. 10 yil. 10 yil. Ushi veja 10 yil. 10 yil garantiyasi bor. Qara, dillar 300 berib turgan sovg'asi qara. Konditsionerni xarid etdi, garantiyasi yozib beriladi. Sovg'asini ham garantiyalari yozib beriladi. Bular ham garantiya. Ular ham garantiyalari. Mutuna ketib turgan narsa. Endi qara Asadbek, bu narsalarim meni uyimda bor deydigan bo'lsa, seni obunachilaring uchun 1.30 dyumda Vebus bo'lgan Royson televizorni qo'shib beramiz. Anaslara 5 milyon 200 ming so'mga Ario brendidan telli konditsionerni xarid etdi. Yanında bir dana sifati yaxshisidan televizori. Zola. İçinde bo'ladi. Yap bo'lishimcha 4,5 millionlik 4,5 millionlik xarid etsin, yanında 1.30lik Kattasidan. İçinde bo'ladi. Asadbek gapga javobmi? Gapma javob. Hozir ko'rdingki, realniy. Reklama olinib turildi. Satdik birdan avtomat kirmasin. Videoni Do'stlar, hali bunaqasi bo'lmadi. Endi qara, plisoslarimiz ham viborlari ko'p. Turma qara do'stim. Aksiya necha kun bo'ladi? Shuni e'tiboringizga qarang. Aksiyamiz video chiqqandan keyin bir hafta davomida, bugun 16 noyabr bo'lgan bo'lsa, 25 noyabrga deyil aksiyamiz bor. 25 noyabrda. 25 noyabrda. Kelib uspitatinglar iloji boricha hammasi sizdan foydalaniriz uchun bo'lib turibdi bu aksiyalarni. Endi qara, mebelning duxovkalar ham viborlari ko'p, mebelning emplita, mebelning duxovkalar, viborlar ko'p, plisoslar ham. Hozir do'konni bir qator obzor etamiz desak, vaqt ko'p ketadi. Shu iloji boricha komment yozib, do'stlarga yuborib turib, kommentariya sho'nishamiz. Kommentariya sho'ni xudo xolasa pramo efirdan o'tamiz. Pramo efirda, bo'ldi. Pramo efirga qoldi. Xudo xolasa do'stlar, yangiliklarimiz shulardan iborat. Hozircha do'stlar faqatgina bir hafta
5 noyabrdan davom etadi. 25 noyabrdan gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, faqat yana shoshilib qoling. Dillar 300 halollik foydadan ustun. Har doimgidek do'stlar, faqat sizlarning o'ylagan holda skikkani bombasi Dillar 300 filani o'tiribdi. Bizdan chatdan inshaalloh sizlar shunday manfaatli videolarni ko'rsatib davom etamiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling.